Assalomu aziz do'stlar, sizlar bilan Kaster Sujasi va men hozir sizlarga qanday qilib GTA o'yinini telefonga bepul yuklab olish mumkinligini ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi torpedan.uz sayti. Bu приложенияsi men hozir saytidan to'g'ridan-to'g'ri kiraman. Saytiga mana kirdik. Hozir bu saytdan hozir biz poisk beramiz. Grand Theft Auto deb. Mana ko'rib turganingizdek, mana GTA bepul O'zbekistonning saytida. Mana GTA'ni har xil turlari bor bu yerda. Grand Theft Auto. Vice City bor. GTA 3 bor ekan mana yerda. 689 megabayt ekan GTA 3. Ko'rganingizdek bepul 1780 megabayt turibdi. Mana. Endi buni Play Marketda ko'ramiz. Grand Theft Auto. Yo'q, hozir mana GTA San Andreas bu yerda $6 turibdi, ko'ryapsizmi azizlar? $6. $6 turibdi bu saytda. Bu yoqda esa 1780 megabayt. Bu 100% ishlaydi. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi aziz do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.